Assalomu alaykum aziz zamonaviy tandir o'chog'i ishqibozlari. Navbatdagi ishimizni mana boshlayapmiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidamiz. Xo'p, shu burchakdan boshlasak, ozgina рабочий stol, moyka, рабочий stol, 100 litrlik qozonimiz va 22 litrlik kichkina qozonimiz joylashyapti. Bu yerga bir kichkinagina tandircha qo'yib beramiz. Bu yerda o'zi gaz plitalari bor ekan, shularni ham o'rnatib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib. O'choq tandirlarimizni ham kafellarini boshlaganmiz. Xo'p. Shu o'zimizning arzonroq kafeldan foydalanyapmiz. Bunaqa katta gulli, tepasida Sirdaryoni granit aralashgan kafellari, glansli. Tandir kaziroli. Shuni ham o'raymiz kafel bilan. Bu olyapti. Ya, tandir yoniga savatga joy. Mana usta va fugalashni ham boshlavardi. Kelaverasizlar deyapti. Mahnaqa yulduzchalik kafelchalarimiz mana bosib oldik. Hozirlar o'rnat tandirlarni zontiklarni yasab qo'ydik yana. Endi bunaqa sap-sariq udalikchalarimizni o'rnatib olsak, yaltirlab ketadi-da. Toshkentda ishimizni ham nihoyasiga yetkazib oldik. Ko'rishinglar mumkin, shu yerga moyka, ozgina рабочий stol, yaqin 2 metrga yaqin kattagina рабочий stol qildik. 100 litrlik qozon, 22 litrlik xo'jalikka kichkina qozon bo'ldi. Ustaki mana shu yerda mana tutatish, changitish bilan shug'ullanyapti. Qani olovlarni tortishlarini ko'rsatingchi. Nima bo'lyapti o'zi? O'chirib oling. Yonib ketmang yani. Butun dunyoni tutun tortyapti. Yaxshi. Tandirlarni ham tekshirib olaylik. Xudo xolasa tandirlarni ham tutamaydigan qilib mana tepasiga zontiklarni o'zimiz yasab berdik. Shu ko'rib turgan tandir o'choqlarga xonadon egalarining aytishi bo'yicha bir 8 million atrofida materialni o'ziga rasxod qilibdi. Bunga xizmatimiz qo'shiladi. Shunaqa qiziqqanlarga. Bu arzonroq kafeldan bo'ldi, 50 minglik kafeldan bosib berdik. G'ishlari ham yangi g'ish bo'lmadi. Shuni hisoblab aytayapti bular ham. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz.